Sergeli Xonobod mahallasida mana shu xonadonimiz zo'r narxga sotilyapti. Narxini aytishdan oldin men sizga bitta buni plyus tarafini aytib o'tmoqchiman. Okalar, xonadonimiz 3 уровеньli, ya'ni yaxlit podvalli, okalar, podvali yaxlit qilingan. Bunaqa narxga bu yaqin atrofdan bunaqa xonadon topa olmasligingiz aniq. Topishingiz mumkin, lekin bunaqa yaxlit podvalli xonadon topa olmasligingiz aniq. 100% pishgan g'ishtda 1,5 sotiq yer maydoniga qurilgan. Podvalga alohida ahamiyat beringlar, okalar. Katta keng podval, qo'shimcha yana 2 ta xonani bemalol joylashtirsanglar bo'ladi. Xonadonimiz umumiy hisobda 5 ta xona, 2 ta hol, oshxona va podval qismiga ega. 1,5 sotiq yer maydoniga qurilgan. Egalar tomonidan mana shu xonadonimizga $125,000 startli narx so'ralyapti. Yana kelib narxini savdolashib, hujjatlar bilan tanishgan holatda kelib ko'rib, savdosini qilsangiz, yana kelishtirib beriladigan joylari bo'ladi. Har bitta xonasiga alohida ahamiyat berasiz. Keng va yorug' qilingan, oppoqqina, panoramli oynalar qo'yilgan, yorug'lik tushishi me'yorida qilingan bu xonadonimiz zo'r narx qo'yildi. Kelib bemalol savdosini qilib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Xonadonimiz egalarining nomerlari yozildi. Kelib savdosini qilib, baraka qilsanglar bo'ldi. Rahmat, sog' bo'linglar.